Ikkinchi qavatda sensorli eshiklar qo'yilgan. Sizlar qo'yimizga ham kirib oldik. Stroyni shkaflar qilingan. High-tech uslubida. Mana bu yerda umumiy sanuzollari bir 10 kunda tayyor bo'ladi. Tamayda shu nimalar qolgan. Kimda kim mana shunaqa kvartira izlayotgan bo'lsa, Gagarin hududidan. Bu yerda yotoqxonamiz, oshxona, studiyniy kvartiramiz bo'lyapti. Chiroyli remontlari bilan nasib bo'lsa pardalari bo'ladi. Bu ikkinchi yotoqxonamiz. Remontga o'z fikringizni kommentariyga bildiring. Qanday chiqqan? Juda ham zo'r, noodatiy, zo'r qilingan. Bu yerda esa mehmonxona bilan oshxonamiz studiyniy variant bo'lyapti. Televizor bo'ladi va pardalari bo'ladi. Qolgan mehmonxonada mebel nimalar gilamlarni o'zingiz olib kelasiz. Texnikada ham qo'yilgan. Samarqand shahar Gagarin hududi 11-poliklinikani oldida 72 kvadratlik lyuks apartament kvartiramiz, 3 xona studiyniy, narxini 120 ming ashlo deyapmiz. Yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, past raqamni qoldiraman. Bemalol telefon qilib olib qo'yinglar. Lokatsiyasi domi juda ham zo'r. Bizlarni kutib qolmaslik uchun videoga bitta like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.